2 1. Cameron nima? Cameronda. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shoha Gamer. Bugungi ushbu videorolikda biza One Blockda yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Va bugun bizada mehmonimiz yo'q. Obunachilar, o'zingizlar aytganinglardek, mana Minecraftning yangi versiyasini yuklab oldik. Faqat bugun biz One Block o'ynaymiz. Qanunda let's go. Unday bo'lsa, birinchi blokimizni ham qazib olamiz. Birinchi blogimiz tushdi. Orolni sal kattalashtiramiz. Ikkinchi blok. Mana bu joylarda narsalar chiqyapti. Ne bo'lsa, let's go. Va bizni birinchi hayvonimiz ham tushdi. O'zi. Bunday bo'lsa, mana orolimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shuncha bo'lib qoldi. Mana endi bizda faqatgina bitta taxta bor va bu taxtalarni endi biza ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Mana bizda endi ikkinchi taxta. Bizning ikkinchi hayvonimiz, tovuqimiz endi. O'ylaymanki bu tushib ketmaydi. Hayır. Obunachilar, sizlardan so'rab qolardim. Iltimos, qo'y berdimi? Qo'yni bo'lasiz. Bizga shikoyat qilmaylar, iltimos. Chunki biza shikoyat qilib bitta obunachimiz yo'q, mana birinchi sandiq. Shuning uchun video qo'ya olmayotgan edim. Uzr. Shuning uchun mana Behruzdan ham so'rasanglar bo'ladi. Hozir yonimda emas. Bu video roligimiz 5 dona qismdan iborat bo'ladi. Buni davomi chiqsinmi, ikkinchi qismi kommentariyada yozib qo'yinglar. Ha, yana aytgancha obunachilar, oldingi birinchi videomizni 3-chi qismini chiqaraylikmi? Qachon chiqarishimizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Qarama. Verstakni qo'yamiz. Yasaymiz. Obunachilar, biza hozircha bunaqa kichkina bloklardan foydalanyapmiz, chunki bu joyga yetmay qolishi mumkin. Albatta like bosinglar. Mana shu joymi? Mana. Obunachilar, bu joyga ondan necha baho berasizlar? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Mana bitta daraxt. Mana bu joyda ikkita daraxt. Va biz hozircha hech narsa yasamayapmiz. Sababi bizga ko'plab taxtalar kerak. Shuni yasaymi? Mayli. Buni yasab turib, buni yasaymiz. Bu narsa Kapyonni olamiz. Boyagi hayvonlar kelmaydi hamda endi o'sha vaqtda. Bakkalarda o'lib ketardi. Obunachilar, bizda keyingi mob ne bo'lsa bu mobni uzoqdan, basharasidan hech uramiz. Qani ketdi. Hayır. Obunachilar, bu mobni o'ldirganim uchun yomg'ir yog'ardi. Tushib ketmoqchiman. Chaqmoq chaqdim. Hozir nima bo'ladi? Bizda hozircha kravat yo'q. O'shaning uchun tezroq ertangi kun uchun harakat qilib olishimiz kerak. Mana bu daraxtlar haligacha chiqqani yo'q. Obunachilar, qaranglar, bizga nima tushdi? Bundan nima olsak bo'ladi? Albatta biz uni sigirdan albatta ko'plab sut olishimiz kerak. To'g'rimi? Mol.
obunachilar, videoga like bosinglar va bizga mamlakat narsasi deydi. Men nimagadir mana bu moblar ikkinchisi qani? Kim tushirdi? Sammi. Sammi. Yana qaytib o'zingdan ketsang, menga unaqa qilma, tushundingmi? Yana qaytib o'zingdan ketadigan bo'lsang, teringga somon tiqamasan. Baga. Va obunachilar, bizda hozir kechqurun va bizga qo'y tushdi. Va endi biz bu qo'yni bir amallab o'ldiramiz. Tushib ketmasligi kerak albatta. Yo'q, menimcha tushib ketadi. Mama, ke. Ma. Hep koy boyun boşında. Patlar bu. Bizga kenge mob. Bu narsalar bize mana bu joyni kengaytirmoqchimiz endi. Ahamiyat vermaysizlar, biroz qo'lib qiyshiq. Nimaga baqirasan? Biroz sandab bo'ldim. Va men keyin 5 daqiqa bu moblar bilan shug'ullanaman. Men keyin ama yana 5 daqiqa qazib AFK'da turardim. 5 daqiqadan keyin va bizga keyin bedrock tushib qoldi. Bedrockni qanday sindiraman bilmadim. Ha. Mana aslida sekund sanar ekan. Manda mana shuncha narsalar bor. Bu sekund o'tadi. Undan keyin kamera yoqaman. Bechora tovuqga qaranglar. Like bosmaganlar uchun hayotda xafa. Like bosinglar. Like bosasizlarmi? Like bossalar buni tushirib yubormayman. Like bosinglar. Kelar. Belki plus. Va menga endi nimaga kirka kerak bo'lishini keyin tushundim. Minecraftga rahmat demoqchi edim oldimdan. Va keyin menga komo va nom berdi. Bu blokdan keyin men millioner bo'lib ketaman albatta. Lekin buni qazib olish uchun menda bu olmasga shunchaki va buni sizlar bizani birinchi qismimiz tugadi. Ikkinchi qism chiqishi uchun 15 ta like yig'ib beringlar. Albatta ikkinchi qismni YouTube kanalimga joylayman.
Qani unday bo'lsa, video tugadi. Hammaga omad.